Pokiston nima deyapti? Pokiston aytayaptiki, sen meni terrorda ayblayapsan. Xohlagan neytral davlat, xohlagan xalqaro tashkilot ishtirokida xohlagancha xalqaro tekshiruv qilaylik deyapti. Ya'ni bu juda ham kuchli bayonot aslida. Ya'ni bundan kuchli bayonot bo'lmaydi. Ya'ni bu o'sha neytral bo'lgan, xalqaro salohiyatga ega bo'lgan davlatlar tekshirsin, o'zing aybdor bo'lib chiqasan deyapti. Hindiston bunga javob bera olmaydi. Demak, Pokiston 100% o'ziga ishonyapti va Pokiston umuman qo'li yo'qligini isbotlab bermoqchi. Hindiston bu o'rinda o'sha gumon qilinganlarning uylarini sudsiz, so'roqsiz portlatib tashladi. Ya'ni bu yerda haqiqatda Pokiston debman, Hindistonda oldindan ma'lum bir chora-tadbirlar tayyor turgan edi. O'sha bahona sababli u yerda Kashmirdagi musulmonlarning uylarini portlatib tashlayapti. Ya'ni bular terrorist edi. Bular o'sha ishlarni amalga oshirdi deb ularning oilalarigacha portlatib tashladi. Ya'ni bu yerda juda ham katta derskiy aksiyalar bo'lyapti-da.